Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir loyihani tugatdik. Bugun 15-fevral 2026-yil 50 kilovatli loyihamizni tugatdik. Orqa tomondan ko'rinishi. Mana inverterlarimiz haqida mutaxassis Husan akamiz qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Qani? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 50 kilovatlik Dia brendidagi inverterimiz 620 wattdan Jinko brendidagi 80 dona panellardan foydalandik. Preventil, uzib, avtomat, DC avtomat, AC avtomat hamma himoya vositalari bo'ldi. Xudo xolasa soatimiz 16:00 ga qarab ketyapti. 15-14 kilovat energiya beryapti.